İkinci xotinini jamiyatdan yoshirish. Savol. Assalomu alaykum ustoz. Hozir diyorimizda ikki xotinlik bo'lish bek ta'kidlanib ketib boradi. Shu ta'kidlashning turtkisida mening yo'ldishimmi ikki ayollik bo'ldi. Biroq saqchidan qo'g'dinish va oiladagilarning qarshiligidan qo'g'dinish uchun bu ayolni men va shu ayolning ota-onasi va nikohga qatnashgan bir qancha odamlarla biladi. Qo'g'dinish uchun saqchi va boshqa ishonchsiz kishilarga ayolim emas demakchi va yoki oshnam demakchi. So'ramoqchi bo'lganim mushundoq qilsa bo'lamdi, odillik bo'lamdi. Biz o'xshash imtiyozga erisholmaganligimiz va jamiyat va qonunning qarshiligi bu nikohni botil nikohga aylantirib qo'yamdi. Javob: Va alaykum assalom va rahmatullohi va barakatuhu. Barliq hamd sanolar Janobi Allohga bo'lsin. Durud va salomlar payg'ambarimizga, u zotning oila tavobatlariga, ashablariga va u zotga toki qiyomatgacha ergashganlarga bo'lsin. Shariatda nikohlanishdan ko'zlangan maqsadlarning ichida aram elish, xotirjamlik, mehr-muhabbat, unsi-ulfat, salih farzand ko'rish, iffatlik bo'lish va juftini iffatlik saqlash, farzandlarni tarbiyalash va huzur elish qatorliqlar bo'lib, urushlarda erlarning ko'p qirilib ketib, jamiyatda ayollarning soni eshib ketish, tug'mas chiqish, hayz va nifosda billa bo'lmaslik qatorliqlarni ko'zda tutganimizda, zaruriyat doirasida to'g'ri foydalangan taqdirida ko'p xotinlik bo'lishning iffatlik bo'lish va farzandlik bo'lishdan boshqa yana umum jamiyatning axloqini qo'g'dab qilish, ummatning sonini avutish, tul xotinlardan xabar olish qatorliq turli foydalar borligi ham bir haqiqat. Ikkinchi ayolni shar'iy nikoh qilib olgandan keyin jamiyat, qonun va yoki rasmiy o'rinlarning besimi ostida ikkinchi ayolini birinchi ayoliga o'xshash imtiyozga ega qila olmagan ahvolda jamiyat bilan qonunning qarshiligi bilan bu nikoh botil bo'lib ketmaydi. Chunki Alloh yo'lga qo'ygan qonunni insonlar yoki ular chiqargan qonun orqali bekor qilib o'tolmaydi. Lekin ko'p xotinlik bo'lish ularning o'ttirisida adil muomala qilish, zulm solmaslikqa ishonch qilishdan iborat shartga bog'langan. Haq Taala aytadi: Agar yetim qizlarga o'ylanib adil muomalada bo'lolmasliklaringlardan, mahrini to'liq berolmasliklaringlardan qo'rqsanglar, sizlarga halol bo'lgan ayollardan 2 ni, 3 ni va 4 ni nikohlab elinglar. Agar adil bo'lolmasliklaringlardan qo'rqsanglar, birli xotin yoki ega bo'lgan cho'rilar bilan kifoyalaninglar. Bu zulm qilmasliklaringlarga eng yaqindir. Nisa surasi 3-oyat. Bu oyat yetim qizlardan xabar oldiganlarga qilingan xitob bo'lib, Alloh ularni qo'l ostidagi yetim qizlarga o'ylanmoqchi bo'lganida, ularga adil muomala qilishga, adil muomalada bo'lolmasligidan qo'rqsa, boshqa ayollarni elishga buyurgan. Chunki boshqa ayollar ko'p. Alloh uningga kengchilik ato qilib, birdan 4 kishi elishni halol qilgan. Agar zulm salib qilishdan ansirsa, birli xotin yoki egi bo'lgan cho'rlar bilan kifoyalansin demoqchi. İmam İbn Kasir ve başka alimler bir vaqtda 4 kishi xotin elishning yo'lga qo'yilganligiga salafning ijmosi borligini naql qilib, Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning bir vaqtda 11 xotinni amirda tutganligi payg'ambarga xos hukm ekanligini muayyanlashtirgan. Bundan ko'rib olamizki, islomda ko'p xotinlik yo'lga qo'yilish bilan birga, agar adil bo'lolmasliklaringlardan qo'rqsanglar, birli xotin deb cheklama qo'yib, faqatla Allohning shariatini, Rasulining sunnatini ijro qila olayman, har bir xotinning haqqini ado qilaman, rioya qilish kerak bo'lgan ishlarda birini alohida ko'rmayman deb ishonch qila oladiganlarga ko'p xotin olishga ruxsat qilgan. Agar birdan ortiq xotin olgan ahvolda adil muomala qila olmayman deb o'ylaganlarga faqatla bir xotin olishga ruxsat qilgan. Demak, ko'p xotinlik bo'lish ularning o'rtasida adil muomala qilish, zulm solmaslikqa ishonch qilishdan iborat shartga bog'langandir. Hozir ko'p xotin olganlarda bu shartning tepilishi notayin. Ayollar o'rtasida adillik qilish er ustiga vojib bo'lg'achqa, er qo'lidan keladigan adillikni to'liq qilmasa gunohkor bo'ladi. Abu Hurayra radhiyallohu anhu rivoyat qiladi-ki, Rasululloh sallallohu alayhi va sallam qandoq bir kishining 2 ayoli bo'lib, biriga moyil bo'lib ketsa, qiyomat kuni 21 tarafga moyil holda keladi degan. Bu adillik qila oladigan ishlarda adillik qilmasa, qiyomat kuni butun xaloyiq oldida ashunda qobulganligini ko'rsatadi. Ondaq bo'lgan ekan, 2 xotin o'rtasida navbat bilan kun o'tkazish, har ikkisining balasi bo'lsa yoki bo'lmasa, o'xshash xarajat qilib berish, birisining balasi bo'lsa, balasi barga ehtiyojiga qarab ortiqroq xarajat berish lozim. Safarga chiqqanda chak tashlab elib chiqishi lozim. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam vidolish hajidagi nutqida ayollarda Allohdan qo'rqinglar, chunki sizlar ularni Allohning omonati sifatida oldinglar. Farzlarni Allohning amri bilan halol qildinglar deb topilgan. Anas radhiyallohu anhu cho'kanning ustiga qiz olsa, endi 7 kun qo'nish, cho'kanning ustiga cho'kan olsa, yanada 3 kun turish sunnatdir degan.
Olimlarning qiz bilan cho'kanning qashida qanchalik turish masalasida, shundaqla turgan kunlar hisoblanamdi yoki hisoblanmamdi degan masalada ko'z qarashlari o'xshash bo'lmagan. Ko'pchilik olimlar ayoli bor kishi yangidan bir qiz olsa, navbatni kesibla uning bilan 7 kun turadi. Bu boshqa ayollar bilan bo'lgan taqsimlashda hisob qilinmaydi. Cho'kan olsa, navbatni kesibla uning bilan 3 kun turadi. Bu boshqa ayollar bilan bo'lgan taqsimlashda hisob qilinmaydi. Agar yangi ayoli xolisa qashida 7 kun turib, boshqa ayollar qashida 7 kundan turadi. İmam Abu Hanifa rahimahullah qizning yanida 7 kun, cho'kanning yanida 3 kun turadi. Bu boshqa ayollar bilan bo'lgan taqsimlashda hisob qilinib, yangisining qashida qancha kun tursa, ko'nillarning qashidami shuncha kundan turadi deb qaragan. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam Ummu Salama radhiyallohu anhani nikohiga olganda xohlasangiz yoningizda 7 kun turay, xohlasangiz 3 kun turib, andan navbat bo'yicha aylanib kelay degan edi. Ummu Salama radhiyallohu anha 3 kun tursalar dedi. Yana bir rivoyatda mundoq kelgan. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam Ummu Salama radhiyallohu anhaga o'ylanib, uning bilan birga bo'lgandan keyin qaytib chiqmoqchi bo'lib edi. Ummu Salama radhiyallohu anha uning peshiga esildi. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam xohlasangiz yoningizda bundan ortiq turay. Biroq ortiq turgan kunlarimni navbatingizga hisoblayman. Chunki qizning 7 kunlik, cho'kanning 3 kunlik haqqi bor dedi. Yana adillik qilishi kerak bo'lgan ishlarda ayolidan biri huquqdan tang bahramand bo'lmaslikqa rozi bo'lib qolsa, mayli. Bu sulh doirasiga kiradi. Urva rivoyat qiladi-ki, Aisha radhiyallohu anha Alloh taolaning agar biror ayol erining ko'ngilsiz bo'lishidan yoki yuz o'rishidan andisha qilsa degan oyat haqida mundoq degan. Bir erning qo'lida bir ayol bo'lib, uning bilan uy tutishni xohlamay taloq qilib etib, boshqa bir ayol elish niyatiga keladi. Ayoli uningga meni nikohingda saqlab qilib, boshqa birini ol. Nafiqa bermasangmi, kun taqsim qilmasangmi, sendan rozi deydi. Bundaq sulh qilishga Alloh taolaning bu oyati yo'l qo'ygandir. O'zaro sulh qilishsa, ikkisiga gunoh bo'lmaydi. Sulh qilish xayrlikdir. Nisa surasi 128-oyat. Demak, ikki ayolning biri o'z navbati yoki boshqa haqlardan voz kechib sulh qilsa bo'ladi. Buni ayol kishi o'zi ahvoliga qarab, farzandlarining kelajagiga qarab qaror qilishi lozim. Hamda boshqalar ikkinchi ayolini so'raganda ayolim emas degandek so'zlarni qilib, taloqni niyat qilmagan, yolg'on aytishni niyat qilgan bo'lsa, ayoli taloq bo'lib ketmaydi. Bu faqatla yolg'onchilik bo'ladi. Do'stim yoki tonishim degandek so'zlarmi nikohga ta'sir yetkazmaydi. To'y xati ilishning hukmi. Ko'p nikohlarda ikki tarafning haqlarining zoya bo'lib ketmasligi uchun qizil xat, to'y xati zarur bo'lib, hozirgi sharoitda ikkinchi xotinga qizil xat olg'ili bo'lmaydi. Buning bilan haqlar zoya bo'ladi. Aslida qizil xat ilish nikohning ruknlaridan emas, lekin hozirgi zamonlarda kishilardagi odamgarchilik ojizlab, diyonati suslashib, azroq talash tortish bo'lib qolsalar, ayolining moddiy va ma'naviy haqlarini ado qilishdan bosh tortib, ayolini, bolalarini tashlab etadigan, nikohni, bolalarni tinib oladigan, nafiqa bermaydigan ahvollar ko'p yuz berib turadigan bo'lg'achqa, ayol kishi farzandlarining nasabi bilan o'zining va farzandlarining nafiqasini elishdagi haqqini isbotlay olmay qoladi. Ba'zida dahi taloq qilinganligini isbotlay olmay boshqa erga tegelmay qoladi. Ayol xotinlikni tanib olgan ahvolda erning amrida turuqliq boshqa erga tegib oladi. Eri ayoli bilan bolasiga davolashma ega bo'la olmay qoladi. Yuqorqi sabablar tufayli to'y xati olishga ehtiyoj tug'ilib, to'y xatining tuvandagidek foydalari bor. Birinchi, xotin ikki tarafning haq-huquqlarini qo'g'dash. Masalan, ayolning turalg'u uy bilan nafiqa haqqi, farzandning otasiga nasablanish haqqi, erining ayoliga ega bo'lish haqqi, miros ilish haqqi qatorliqlar. Ikkinchi, to'y xati nikohga yoki ba'zi haq-huquqqa tangan ahvolda talash tortishlarni kesib tugdidi. Uchinchi, to'y xati olgan taqdirda batil yoki shartlari tepilmagan nikohlarning bo'lib qolishidan saqlanag'ili bo'ladi. Chunki ba'zida to'y xati olmagan taqdirda tahi iddati to'shmagan yoki nikohlanishi harom bo'lgan ayolni elib qilishi mumkin. To'rtinchi, to'y xati olsa, gumonlarni yo'qotishga foydasi bor. Bo'lmasa, bular zina bilan qarlanib qolishi mumkin. Birga safar qilib, mehmon kutishlarga tushgan ahvolda texmi shundoq. 5. To'y xati ilishning nikohni yo'shirmay e'lon qilishga foydasi bor. 6. To'y xati olgan ahvolda uni uzun muddat saqlag'ili, osonla murojaat qilg'ili bo'ladi. To'y xati olmaslikdan yuqorqidek erningmi, farzandningmi, ayoliningmi haqlarining zoya bo'lib ketishi kelib chiqadiganligi muayyan bo'lg'achqa, hozirgi zamonimizda to'y xati ilishning hukmi vojib bo'ladi. Sunnatda nikohni guvohchilar bilan hujjatlash yo'lga qo'yilib, vojib bo'lgandir.
hozirgi zamonimizda guvohchi orqali haqni isbotlaydigan qozi xonimiz bo'lmag'achqa, sud organlari hujjatli ariz sunmasa da'voga qaramaydiganligi, uningdan boshqa musulmonlarga huquqni qo'g'daydigan yo'l bo'lmaganligi uchun to'y xati bilan hujjatlab qo'yish muayyanlashib qoladi. Janobi Alloh qarzni yozib hujjatlashga buyurgan. Rasululloh sallallohu alayhi vasallammo mushriklar ahli kitoblar bilan bo'lgan to'xtamlarni yozib hujjatlagan. Qarzlashganda musulmonlarning haq-huquqlarini qo'g'dashda umuman yezib hujjatlash yo'lga qo'yilgan bo'lsa, nasab, nafiqa va er-xotinlik haq-huquqni yezib hujjatlash albatta yo'lliq bo'ladi. Ilgirki musulmonlar shu chog'dagi sharoitga qarab nikohni ko'pincha guvohlatish bilan hujjatlab bo'ldi qilgan. Qohiradagi Islom nafs san'at muzeyxonasida Hijriya 91-yili tabiinlar davrida yezib qoldirilgan bir to'y xati saqlanmoqda. Lekin hozirgi zamonimizdagi turmushning murakkabligi, kishilarning nacharlashishi, guvohchilarning unutib yoki o'lib ketishi tufayli yezib hujjatlash haq-huquqni qo'g'dash uchun vojib bo'lib qoldi. Alloh eng to'g'risini bilguchidir. Fatvoda Dr. Abdul Aziz rahmatulloh. Fatvolar majmuasi 1-tom, 108-numurliq fatvo.